Hammaga salom, bu Baby Ninjushkani bir kuni Buxoroda. Taksida singlim sassib uxlabdi, lekin men sizlarga jalbalar bilan storieslarga chiqdim, keyin raspakovichkalar qildim. Sizlarning bir muhim savollaringizga javob olib, videolar oldim, keyin kiyimlarimni kiydim, vitaminlarimni ichdim va bismillah deb salonga keldik. Singlimni kiprigini snyati qildik, keyin optikoga keldik. Bu yerda har xil narsachalar, davcha ham bor ekan. Shuncha narsachalar oldik, buxorocha samsa ham oldik. Salonga chiqib men burchalarimni terdim, keyin bismillah deb uyga keldik. Uyga kelib tezda raspakovichga chek qildim. По-моему, sizlarga bu qiziq. Keyin tezda ovqatlanib oldik. Ozgina nenicha bilan o'ynadik. Shirna ham o'zini bachachasi bilan o'ynadi. Keyin tezda bunaqa yasan yusunchalar qilib, makiyajlar qilib, tezda o'tirishga keldik. O'tirishga esa Amir Rustamxonni premyeralari va den rождениялari ekan. Judayam ko'p blogerlar, san'atkorlar, artistlar hamma sher edi. Shu bilan hamma bitta-bitta tabriklashni boshladi. Bizga ham ochilib keldi. O'tirish zo'r bo'ldi. Premyeraga-ku gap bo'lishi mumkin emas. Kliplarni zo'r o'rganlar. Keyin hammamiz turib jaqal-jaqal o'ynadik, kuyladik, yedik, ichdik. Men maza qildim. Amir Rustamxonga katta rahmat. Sen пока.